O't qopim oldirilgan, qachon homiladorlikni rejalashtirsam bo'ladi deb keptilar ayolimizni. O't qopining olib tashlanishi xolecistektomiya deyiladi. Rejalashtirish 3-6 oydan so'ng, ya'ni bu davrda o't qopsiz organizm ishlashga moslashadi. Homilador bemalol bo'lasiz, homiladorlik asoratsiz kechadi, bundan panika qilish kerak emas. Homiladorlikda ko'proq nimaga e'tibor beriladi? O't qopi bo'lmagani uchun o'tning to'g'ridan to'g'ri ichakka quyilishi tez ovqatlanishi talab etadi. 5-6 mahal ovqat ratsionida achchiq, sho'r, yog'li ovqatlarni cheklash, gazirovka mahsulotlarini cheklash talab etiladi. Ich qotishi bezovta qiladi. Bunday ayollarimizga ko'proq suyuqlik ichishni tavsiya etamiz. Suyuqlik o't konsistensiyasini neytrallashtiradi. 9 oy mobaynida sizga nazorat kerak bo'lsa, mana protokol asosida gastroenterolog bilan birgalikda qon tahlili va kontrol UZI dinamik tekshiruvlarni yo'lga qo'yib, nazorat qilishimiz mumkin. Undan oldin sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting.